Assalomu alaykum. Mening ismim Sarvinur. Men Yaponiyaning Tokyo degan shaharda turaman. Mening orzuyim agarda Nataliya biletida mukofot chiqarsa nurgul yashashni qildim. Opamdan olsam Turkiyada yetim bolalar ketgan. Shularga Uyg'ur maktabi uylarni salatdim. Shu maktabniki ma'lumasi bo'lsa Uyg'ur bo'ladi. Menmu baratdan shularga keyin uncha pullarni avat beratdim. Anam babamga isir dolular pullarni avatib beratdim. Yana pul chiqarsa Tokyoga Uyg'ur mahallini qurib chiqardim. Shuda Uyg'ur ammasi bar bo'ladi. Shularga Uyg'ur maktabi, Uyg'ur yasayi, Uyg'ur bahçesi, Uyg'ur musiqi, Uyg'ur kutubxona bar bo'ladi. Shuda do'stim bilan o'ynab, o'rganish qilib cho'm bo'lardim. Agarda Nataliya bileti chiqmasam, cho'm bo'lsam, yaxshi o'qib pullarni bo'lsa shu ishni hammasini qilardim. Rahmat. Uyg'ur xonim qizlarining yarashimliq do'pisi va ko'rkam atlas ko'nikini yarashtirib kelgan umoq mayrimiz Sarvinur Sirajiddin tipik Uyg'ur so'zlaridan bo'lgan do'tlarni olib turib, o'zining mening orzuyim temiliq nutqini tatliq ovozi va iniq talaffuz bilan bizga taqdim qildi. Sarvinur Sirajiddin nutqida yaxshi kunda qarindoshlarini unutib qolmay, ularga yordam qilish, qarindoshlarga ega chiqish, kuyinish, qo'l ilkidikini o'rtoqlashish, ilm ma'rifatga ahamiyat berish, qarindoshlar bilan do'stlashish, kamqusoqlik qatorliq Uyg'ur xalqining esil fazilatlari va qadriyatlariga ega chiqishdak orzusi borligini so'zlab o'tadi. Bu haqiqatan go'zal va taqdirlashga tegishli ahvoldir. Uning yana nutqida Uyg'ur tilining qo'shma jumlasini ishlatilishi yana bir taqdirlashga tegishli go'zal ahvoldir. Yaxshi niyatlik, oliyjanobliq bu umoq mayrimiz Sarvinur Sirajiddinning bu go'zal orzusi tezroq amalga oshqusi. Sarvinur, texmo g'ayrat qilib